Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni Oynai Jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizga yangilikni, rosa yaxshisini, rosa zo'rini tayyorladim. Qani unda ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Qani biz unda boshladik. 2026-yildan boshlab O'zbekistonda ish haqi va pensiyalar inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorlarda oshirib boriladi. O'zbekistonning 2026-2028 yillarga mo'ljallangan yangi fiskal strategiyasiga ko'ra byudjet sohasi xodimlarining ish haqi, pensiya va ijtimoiy nafaqalarning yillik indeksatsiyasi inflyatsiya darajasidan yuqori bo'ladi. Hujjat Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan bo'lib, aholi turmush darajasini, real daromadlarini oshirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratilgan. Inflyatsiyadan past bo'lmagan indeksatsiyani nazarda tutgan oldingi strategiyadan farqli o'laroq yangi dastur to'lovlarining real o'sishini nazarda tutadi. Shuningdek, ijtimoiy soliq imtiyozlarini berish shartlarini qat'iylashtirish ko'zda tutilgan. Xususan, 2028 yilgacha xizmat ko'rsatish va servis sohasida faqat 30 yoshgacha bo'lgan xodimlar uchun ularning ish haqqi 3 million so'mdan ortiq bo'lgan taqdirda 2028 yilgacha 1% miqdorida ijtimoiy soliqning pasaytirilgan stavkasini saqlab qolish. Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda pensiya jamg'armasiga davlat byudjetidan transfertlar hajmi 20 trillion so'mdan ortiqni tashkil qilsa, 2028-yilga borib 26 trillion so'mgacha oshadi. Bu 2023-yilga nisbatan qariyb 2 barobar ko'pdir. Strategiyada hisob-kitoblar ham ko'rsatilgan. Davlat sektorida ish haqini 1% ga oshirish uchun byudjetdan 1,67 trillion so'm mablag' talab etiladi. Pensiyalarning xuddi shunday o'sishi 861 milliard nafaqa oluvchi oilalar sonining 10% ga oshishi qariyb 1,6 trillion so'mga yaqin qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Mana azizlar, sizlarga iltmoqchi bo'lgan xabarim shundan iborat edi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.